Rozi bo'l. Men bunga uzoq yurdim. Kel uchrashaylik. Kechir. Sinjunni yer yurardi-yu. Qanday maktabga qatnaydi ekan? Bu Sinji emasmi? Yesilni yigitini ilintirib olgan. Meni shunday rad qila olaman deb o'ylayapsanmi? Mendan boshqa hech kim sen bilan uchrashishni xohlamagan bo'lardi. Sen haqingda yurgan mishmishlari deb. Qani, hammanglar o'zinglar xonanglar kiringlar. Kichkintoyim, boshingni ko'tar. Sen hech qanday xato qilganing yo'q. Nega bunday o'tiribsan? Sen hech narsa qilmading, to'g'rimi? Yo'na. Rostini ayt. Agar aytmasang, biz ketamiz. Men u paytda kichkina edim. Oilamiz biroz qiynalayotgan edi. Va menda atopiya sababli juda ham qiyin edi. Biram jirkanch. Kichkina bolalar xohlaganini aytishadi. Qanchalar qiyin bo'lishini bilishmaydi-da eshitayotgan odamga. Nega Sanjiga bunday gapiryapsizlar? Hamma bilan yaxshi chiqishinglar kerak. Yaxshi. Yesil, farishtani o'zisan. O'rta maktab 3-yil. O'rta maktabda buvim bilan yashashni boshladim. U o'shami? Chiroyli ekan. Men dori ichib ancha yaxshi bo'lib qoldim. 좀 괜찮아졌어. Imsunji shunaqa chiroyli bo'lib ketdimi? Plastik operatsiya qildirgandir-da, ko'pchilik qildiryapti-yu hozir. Yigitlar unga oshiq bo'lib qolishibdi. Sanji, yur birga magazinga birga boramiz. Nima? Birga yeymiz. Rostdanmi? Birinchi marta men bilan kimdir ovqatlanishni xohlagandi. Men juda ham xursand edim. Minho. Salom. Bandmisiz? Men juda band edim. Chiroylimikan? Kim u? Men o'rtog'im. Unga e'tibor bermang. Juda ham chiroyli ekansan. Nomeringni ber. Ayrim sabablarga ko'ra u sen bilan yozisha olmaydi. Aytgancha kel, sen bilan biz. Unga nima qilgan? Sevgan qizni oldida shunaqa qilyapti. Imsonjini chaqirib beringlar. Imsonjiga berib qo'yinglar. Hoy, Imsonji, men sizga yosh ko'raman. Sil, seni yigiting menga tinmay yozyapti. Unga nomeringni berdingmi? Yo'q. Nomerimni qayerdan oldi bilmadim-u, ammo u tinmay qaytadan yozib beryapti. Men buni hazil deb o'ylagandim, lekin u yozishdan to'xtamayapti. Men bilan urushib qolgani uchun shunaqa qilyapti. Shuning uchun umuman javob qaytarma, tushundingmi? Meni bloklab qo'ydingmi? Sen bu yerda nima qilyapsan? Qiynalib ketdim. Ushla. Hoy, kel uchrashaylik. Bo'lishi mumkin emas. Yesil uchrashyapmiz dedi-ku, sizda bor. Yesil men bilan uchrashyapman, o'zim bilan uchrashmayapmiz. Ammo nima bo'lsa ham men siz bilan uchrashishni xohlamayman. Kechiring. Men seni rad qildim, tushundingmi? Men hammasi tugadi deb o'ylagan edim. 근데 Siz aytmasan? Bunday qilishga qanday hadding sig'di Yesil bilan? Uni orqasidan uchrashib yurgan biling, Miho bilan. Seni deb ular ajrashdi. Men unga rad qilgandim. Men ortiq ko'rishni xohlamasligini aytdi. Bu hammasi seni deb. Bu SMS-larga ham javob qaytarmagan edim. Va u sevgisi qo'rqiganda uni rad qilgandim. Va sen u bilan rostdan uchrashayotganmiding? Biz uchrashgan bo'lardik. Uchrashardik agar sen bo'lmaganing. Yaxshi. Hammaga ayt, men yolg'on gapirganimni. Ammo senga hech kim ishonmaydi. Shunday qilib, mishmishlar tarqalib ketdi va hamma mendan qochishni boshladi. Va shunday bo'lib ketdi. Bu kichkintoyim, sen biram xafa bo'lgandirsan. 이것도 Bularni men faqatgina sizlarga aytdim. Boshqalar bilishini xohlamaydim. Axir sizlar meni haqiqiy do'stimsizlar. Bu kichkintoyim, sen biram xafa bo'lgandirsan. Yig'lashga ham yo'lyapman. Boshqa tomonga qarab olay. Imsonji, men hammasini tushunyapman. Ammo bu mishmishlar hammamizga ta'sir qilyapti. Yuma, agar biz bilan bundan keyin ham do'st bo'lishni xohlasang, hamma haqiqatni aytib berishing kerak. Sen Yesil o'rta maktabda nima bo'lganini bilasan-ku?
Bu hammasi o'tmishda qoldi. Men o'shanda seni yigitingni olib qo'ymagan edim-u. 아니잖아. 너가 그 Sen u bilan uchrashyapman deb yolg'on gapirgan. Isboting bormi? Bormi dedi. Isbot. Ilson maktabidagi Minho, to'g'rimi? 오빠 맞지? O'tgan yili u menga bir qiz stalkerlik qilyapti degandi. Bu o'sha sen ekansan-da. U seni Facebookda bloklab qo'ygandan keyin uyga borgan eding. 하고. Sendan qutulish qiyin bo'lganini aytgandi. Rostdanmi? 진짜야? Unga telefon qilaymi? Voy, Imsonji, ularga sen aytdingmi? Shunday, men aytdim. 너희들이 Men haqimda tarqatgan g'iybatlaring bu hammasi yolg'on edi. Ochiqchasiga gaplashmoqchiman. 그리고 Va meni deb do'stlarim ham qiynalishini xohlamayman. Ularga ham mish-mishlar ta'sir qilyapti. 싫어. Minho, bir narsa so'rasam bo'ladimi senda? Jin ursin. 그래. Ha, yolg'on gapirdim. Endi nima qilasizlar, ha? Oldimi? Seni yomon ko'ramayman-da. Hoy, nima bo'ldi? Kichkintoyim tuzaymisan? 쟤는 버리고. Ular qoldiraylik-da, yur ovqatlanamiz. Yaxshi. 니네 너무한 거 아니냐? 우와, 예스! Ura, yeyish vaqti. Voh, bu Tiger Sugar-ku. Men buni juda ham yaxshi ko'raman. 미쳤다. Voh, qo'yil, promosali. Sinfdoshlarim mendan kechirim so'rash uchun buni sovg'a qilishdi. Yuna. Rahmat. Ah, to'g'ri. Men haqiqiy do'stlarim bo'lgandan keyin juda ham bu ishni qilishni xohlagandim. Tadam! Nima bu? Men buvam bilan o'zimiz to'qadik. Kelinglar, bu do'stligimiz ramzi bo'ladi. To'qilgan maskalar, bu juda ham ajoyib. 아, Agar turamiz taqsa, juda ham chiroyli bo'ladi. Juda ham yarashdi. Avatar uchun tezroq rasmga tushishimiz kerak. Bo'linglar, bo'linglar. 1, 2, 3. Oxirgisi. 1, 2, 3.